Assalomu alaykum, Yakov House obunachilari. Stadion yonidan hovlida dim ko'p so'rayapsizlar. 2 etajlisini topdim. Yana plus tarafini qaranglar. 7 xona. Ko'pincha bilasizlar 5 xona bo'ladi. Ko'psimda 6 bo'lishi mumkin. Lekin bu hovli joyimizda 7 dona shaharning qoq markazida joylashgan. Yaqinlar Tashkentskiy planda bo'lgan. Shu yerga bemalol mashina kirib qo'ysangiz bo'ladi. Darvozaning oryan tarafidan mashina qo'yadigan hudud bor. Bemalol bir mashina sig'adi. Fasadlari полный tayyor. Bu yerda qurilish aytib berdilar. Bu yerda bir xonamiz. O'zbekcha ikkita bilasizlar. Mужской, женский zal bo'lishi shart. Masalan, erkaklar bu yerga kirsa, bu tarafa ayollarni bemalol sovushtirib bersangiz bo'laveradi. Tashkillarda bismillah deb ichana giramiz. Girasimiz shuningdek prихожий zona rakinalar qo'yilgan. Yaqinlar bu yerda kotelimiz. Аккуратный remontda turibdi. Bu yerimiz shuningdek katta dalon. TV zonalarni ham ko'rishingiz mumkin. O'ng tarafimizdagi navbatdagi zalimiz. Bu endi ikkinchi zal desak ham bo'ladi. Chiroyli lustralar qo'yilgan. Menga eng yoqadigan shu zina bu tarafda bo'lsa, ko'rinmay tursa dalonda. Ikkinchi qavatga chiqqan zinamiz bu yer. Yaqinlar bu yerimizda yuvinish xonamiz bo'ladi. Kattaligini ko'rishingiz mumkin. Aristollar hamma narsalar bor, kir mashina hamma narsa sig'ib turibdi xullas. Bu yerda bir spalnyamiz. Spalni garnitur bemalol sig'ib turibdi, ko'rib turganlaringizdek. Bu tomon o'tamiz, oshxona. Oshxonaning kattaligini qaranglar yaqinlar. Bu proyektlarda bilasizlar, oshxona shuni yarimining bo'ladi bu yerda. Uголокlar ham sig'ib turibdi, oshxona mebel ham sig'ib turibdi, hamma narsa sig'ib turibdi xullas. Pollar qilingan, aboylar qilingan. Xullas, shahar markazida katta hovlingizda turgan mijozlarimizga juda ham qulay yaqinlar. Bu yonimizda bog' tarafdan bir ko'rib beraylik. Birimiz koldovka variantida foydalansanizlar ham bo'ladi. Shunday bir zeleniy zonamiz qolgan, daraxt bor ekan bu yerda. Yaqinlar endi ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqarishimiz uchun lakirованный lestnitsalar qilingan mahkam paxtadan. İkinci qavatga chiqqanimizdan o'ng tarafimizda bir spalnya. Chap tarafimizda yana bir spalnya. Hamma garniturlar sig'ib turibdi. Ko'rib turganlaringizdek spalnya garnitur. Bu yerimizda navbatdagi katta zalimiz yaqinlar. Bu yerda yana bir spalnya. Yaqinlar hovli joyini polnusi ko'rib chiqdik. Shaharning qoq markazida 7 xonali kvadratamulli ishkinalida Tashkentskiy plan. Zalning 3 dona zali bor, 4 dona spalnyasi bor. Aynan siz izlab yurgan hovli joy bu. 98 ming dollar nedan topasizlar shaharning ichidan bir hovli joyni. Pastda raqamlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin.